Assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizda sizlar bilan massivlar, ya'ni array haqida o'rganamiz. Array, ya'ni massiv. Xo'p, massiv qanaqa e'lon qilinishidan boshlaylik. Oldin massivga qisqacha ta'rif berib ketaman. O'tgan darsimizda biz obyektni ko'rgan edik. Endi misol uchun obyektda bizda kecha o'sha bitta personning ma'lumotlarini saqladik. Endi bizda ko'p foydalanuvchilar bo'lishi mumkin. Ularni xuddi bir bitta a, papka ichida saqlab boramiz ularning ma'lumotlarini. U o'sha massiv bo'ladi. Ya'ni bizda bitta users degan massivimiz bo'ladi. Uning ichida userlar bo'ladi. Ya'ni o'sha bitta idish ichida butun foydalanuvchilarning ma'lumotlari obyekt ko'rinishida turadi. Shunaqa qilib tasavvur qilishimiz mumkin. Hop, e'lon qilishdan boshlaymiz. Hop. Let deymiz. Endi letdan keyin o'sha o'zgaruvchini nomini yozamiz. Bizda foydalanuvchilar undan oldin fruits degan bitta massivimiz bo'lsin. Barobar deymiz. Endi massivga, ya'ni qanaqa bo'ladi u? Hop. Uning uchun massivni e'lon qilishni mana qilamiz. To'rtburchak qavslarni ochamiz. Hop. Massivimiz tayyor. Endi konsolga chiqamiz. Console log fruits. Hop. Negadir qanaqadir error berdi. Boshqatdan ochib ko'ramiz. Hop. Manimcha bu boshqa narsadan. Bizni anaqani ulab olamiz hozir. Script source. JavaScript emas. index.js, ya'ni index.js faylini ulab olaman. Mana array. Bunga ahamiyat bermaydi, bu boshqa narsadan kelyapti. Buni hozir o'chirib qo'yishni menimcha iloji bor edi. Tak. Bo'ldi. Bularni o'chirib qo'yamiz. Debug for warning errors. Hozirchalik chiqmay tursa, bizda faqat loglar kerak. Mana. Hozirchalik bizda postoy massivimiz bor. Endi massiv va propertylari bor. Ya'ni mana array bor bizda. Shu array'imizning length degan propertysi bor. Qanaqa qilib murojaat qilamiz? Fruits array'imizning nuqta length degan bo'lsak, fruits massivimiz, ya'ni array'imizning uzunligi, ya'ni uning ichida nechta element borligini aytib beradi. Mana 0 ta. Demak, bizda fruit massivimizning ichida 0 ta element bor. Hop. Endi massiv ichiga ixtiyoriy turdagi ma'lumotni saqlash mumkin. Misol uchun string olma, anor, nok. Bu degani massivimizda bizda 3 dona element bo'ldi. Ya'ni olma, anor, nok. Har bir elementdan keyin variable qo'yish shart, oxirgi qo'yish ixtiyoriy. Mana massivimizda 3 ta element bor, chunki length'ini chiqarganmiz. Massivimizning o'zini chiqaradigan bo'lsak, mana massivimiz olma, anor, nok. Hop. Endi massiv va elementlar bilan qanaqa ishlaymiz? Massiv va elementlar bilan biz misol uchun obyekt bo'lsa, misol uchun let person username user, ya'ni shu username ni olish uchun
person nuqta username deb murojaat qilgan edik o'tgan darsimizda. Endi massiv va elementlar bilan ishlaymiz. Ya'ni elementlarni olish uchun uni har bir elementni indeksi bo'ladi. Massivi endi mana shu olmani olmoqchi bo'lsak, massivni to'rtburchak qavs ochamiz, 0 deymiz. Ya'ni shu massivimizdagi 0-elementni olib beradi. 0-element emas, ya'ni 0-indeksda turgan element. Hop, indekslarga to'xtalamiz endi. Massivli misol uchun bular 3 ta element bo'lsa ichida, demak maksimalli indeks hozir bu yerda 2, 0, 1, 2. Ya'ni shuni esimizdan chiqarishimiz kerak emas. Massivdagi elementlarning indeksi 0 dan boshlanadi. Hop, kelinglar, tepasiga yozib chiqamiz. Olmani indeksi 0, chunki 0 dan boshlanadi indekslar. Hop, anorniki 1 bo'ladi, nokniki 2 bo'ladi. Endi agar mana bu yerda meva qo'shsak, uzunmi indeksi 3. Endi kelinglar, biza aytamiz massivni 0-elementi deb. Olmani olib berdi massivdan. Olmani, ya'ni fruitlarni birinchi elementi anorni chiqardi. Fruitlarni ikkinchi elementi nokni chiqaradi. Uchinchi elementi deydigan bo'lsak, uzun. To'rtinchi elementi deydigan bo'lsak, undefined. Chunki to'rtinchi indeksda hali hech qanday qiymat yo'q, lekin bo'lishi mumkin. Hop, endi massivni 0-sini tenglab qo'ygan shaftoli ya'ni massivimizni 0-da turgan 0-indeksdagi o'sha elementni tenglab qo'ygan shaftoliga va massivimizni konsolga chiqaramiz. Console log fruits shaftoli 0 degan bo'lsak, shaftoli, ya'ni massivimizdagi 0-indeksdagi narsani qiymatini o'zgartirdik. Demak, biz massivimizdagi ichidagi narsalarni qiymatini o'zgartirishimiz mumkin. Misol uchun 1 ga deymiz. 1. Massivimizda shunaqa birinchi indeksda turgan narsani o'zgartirib qo'yadi. Misol uchun ya'ni ikkinchi element bizda birinchi indeksda turgan bo'ladi. Uni 2 ga. Hop. Uchinchi elementimiz ikkinchi indeksda turgan bo'ladi. Uni 3 ga. Mana o'zgarib qoldi qiymatlar. Hop. Ana endi oxirgisini ham o'zgartirib qo'yamiz. Uchinchi indeksdagi element bizda uzun bo'ladi. Uzunni 4 ga o'tkazib qo'y. 1, 2, 3, 4 qiymatlarni o'zgartirib chiqishimiz mumkin ekan. Buni o'chirib turamiz. Demak, mana shunaqa qilib ishlaymiz. Ana endi massiv va elementlarni qisqartirishning bir sodda yo'li bor. Boya massivimizni lengthini ko'rgan edik. Bu degani massivimizda 4 ta element bor. Ya'ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya'ni o'zgartirilganda 4 ta element qoldi. Endi lengthini barobar 2 deb turib, tepada lengthini 2 ga tenglab qo'yadigan bo'lsak, ya'ni bu yerda bo'ldi. Shu massivdan 2 ta element joy oladi, qolgan narsa qirqilib ketadi. Mana 1, 2. 3 to'g'ri qirqib tashadi, ya'ni olib tashlaydi. Hop, endi boshqa misolda ko'ramiz. Massivda obyektni saqlashi. Kelinglar, bitta users degan massiv ochamiz. Uning ichida obyektlar bo'ladi. Obyektlar shu tartibda, ya'ni e'lon qilinadi. Hozir bizda massivimizning tarkibida obyektlar bor. Hop, har bir obyektni username bo'ladi. Username user1 username user2.
konsolga users degan massivimizni chiqaramiz. Mana array, uni ichida obyekt. Obyektning username bor. Hop, endi massivimizni 0-chi indeksiga elementini olib ber deydigan bo'lsak, mana bu birinchi elementini olib beradi. Chunki massiv va indekslar 0 dan boshlanadi. Bu degani birinchi element indeksi 0 bo'ladi, ikkinchi elementning indeksi 1 bo'ladi, uchinchi elementni indeksi 2 bo'ladi. 0-chi deydigan bo'lsak, mana bu obyektimizni olib beradi. Mana obyekt username user1. Endi obyektimiz keldi. Obyektni nima kulchiga murojaat qilamiz? Username degan kulchiga murojaat qilsak, user1. Yoki obyektni birinchi ya'ni indeksdagi elementiga murojaat qilsak, ikkinchi elementni olib beradi. Endi ikkinchi deydigan bo'lsak, hali yo'q. Mana hech nima qaytmadi. Ikkinchidan bo'lsa undefined. Shu joyda yana bir narsa ko'rib ketamiz. X. Hop. Keyinchalik to'xtalamiz. Hop. Demak, hozir yana bitta ko'ramiz. Endi usersni lengthini tenglaymiz 1 ga. Userda bitta element bo'lib qoladi hozir. Console log users. Mana bitta elementimiz qoldi. Bugungi darsimizda massivlar haqida gaplashdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.